Van Yuan, kompaniya xodimi. Van Yuan, buyurtmamiz keldi. Pastga tushib olib kel. O. Xo'p, bo'ladi boshliq. Men ismim Van Yuan. Men 996-tartibda ishlaydigan korporativ qulman. Katta shaharlarda tug'ilganlardan farqli o'laroq, zo'rg'a kun kechirishimga imkon beradigan bu ishni saqlab qolish uchun jonimni berib ishlashim va tinimsiz xushomad qilishim lozim. Oylik faqat ertaga tushadi. Bir sumka yo'qib qoldi. Ertaga oylik olasan-a? Hey, Van Yuan. A? Janob Lu pastga tushib buyurtmani olishingni aytdi. Aha. Xo'p. Aytgancha. Janob Lu mashinada, to'g'ri o'sha yerga olib bor. Juda shoshilinch, tezroq bo'l. Tushundingmi? Bo'pti. Unda tezroq boray. Ha, janob Lu ko'ngil xushligini biladi-da. Ketdik. Janob Lu. Buyurtmangiz Qaqayib turma, tezroq och. Shoshilmang, janob Lu. O'zim. Mana. Van Yuan, bu senmisan? Siyuy? Nega bu yerdasan? Van Yuan? Boshliq Van Lu. Sen ekansan. Shunchaki gap orasida aytdim. Jiransiao sobiq yigitingni menga bir narsani olib kelishga majburlaydi deb o'ylamagandim. Juda qiziq bo'ldi-ku. Janchao, Juda shoshilinch. Tezroq bo'l. Tushundingmi? u meni mazax qilgan ekan. Chu Siyuy. Hozirgina menga sumka olib bersang senga qaytaman deb xabar yozganding-ku. Nega u bilan birgasan? Ha? Javob ber, nega birgasan? Men faqat sumka olib berishingni so'radim. Senga qaytaman deb kim aytdi? Ustiga ustak, janob Lu meni hashamatli uyda yashashimga va qimmat restoranlarda ovqatlantirishga va'da berdi. Nahotki senga o'xshagan bema'ni odam bilan qolishim kerak ekan? Yana bir gap. Buni nimaga ko'tarib kelding? Jinni bo'lganmisan? Bu yoqqa kel. Nima qilyapsan? Og'riyapti. Yo'qol ko'zimdan. Ko'rgani ko'zim yo'q. Shoshma, uni qo'yib yuborma. Nimaga? Urmoqchimisan? Qani? Urib ko'rchi? Nega menga bunaqa muomala qilyapsizlar? Kambag'alligim uchunmi? Ularning nazdida men shunchaki qora ishchiman. Men shunchaki hech kimman. Nega meni bunchalar xo'rlashadi? Ammo bularni qilmasam, ijara haqqini ham to'la olmayman. Ovqatlanishga ham pulim bo'lmaydi.
Hurmatli YK foydalanuvchisi, bugun tug'ilgan kuningiz. Sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Menga o'xshagan odam aslida tug'ilmasligi kerak edi. Qanaqasiga baxtli tug'ilgan kun bo'lsin. Sevgiling Ofatijon ekan, maza qildim. Ertaga maoshingga 200 ustama qo'shib beraman. Mana! Hisobingizga 10 million kelib tushdi. 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 Nima bo'lyapti? Hisobingizga 10 million kelib tushdi. Shanchen Huadun banki sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaydi. Zianchen banki sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaydi. Zianchen banki sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaydi. banki sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaydi. Zianchen Huajun banki sizni tug'ilgan Zianchen kuningiz bilan Huajun banki tabriklaydi. sizni tug'ilgan kuningiz bilan Zianchen tabriklaydi. tabriklaydi. Bu nimasi endi? Hisobingizga 10 million kelib tushdi. 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 Hisobingizga 10 million kelib Bu tushdi. nima? Bu qancha pul o'zi? 1 10 100 ming 10 ming 100 ming million 10 million 100 million milliard. Van Yuy, Van Yuanning opasi. Kartingda limit bor ekan. Shuning uchun bo'lib to'lashga to'g'ri keldi. Jami 1 milliard. Tekshirib ko'r. Opa? Sizni hashamatli mashinangiz va buncha tansoqchilar nima gap o'zi? Siz otam va onam bilan chet elda ishlab yurgandingiz-ku. Gallyutsinatsiya. Bu aniq ko'zimga ko'rinyapti. Aslida otam seni yana 2,5 yil chiniqtirmoqchi edi. Qiynalayotganingni ko'rib chiday olmadim. Shuning uchun hammasini ochiq aytgani keldim. Aslida otamiz dunyodagi eng boy odam. Tushuntira qolaman. Qora qit'adagi oltin konlari va neftning 90% bizga tegishli. Ha? Og'zingni yum. Bu Van oilasining qora kartasi. Kerakli paytda shaxsiyni tasdiqlaydi. Meni ishlarim bor. O'zingni ehtiyot qil, esingda bo'lsin. Oilamizda boshqa narsa yetishmasligi mumkin, lekin pul juda ham ko'p. Van Yuan, eng boy odamning o'g'li. Rostdan ham tush emasmi? Van Yuan, sen tuzukmisan? Tuzukman? O'zimni. A'lo darajada his qilyapman. Tuzuk bo'lsang, unda buyurtmani o'zim olib kelaman. Mayli. Van Yuan, bor choyni isit. Hozir majlisda ichamiz. Nega anqayib turibsan? Men chanqadim. Tezroq bo'l. Oh, sir. Hamma majlisga. O'tgan haftadagi ishlar bo'yicha hisobot beringlar. Van Yuan, esingni yetdingmi? Yo'q,
Hozir rosa esim joyida. Menejer Yan. Van Yuan, tez bu yoqqa kel. Senga gapiryapman. Karmisan? Bugun nega ishga kech qolding? Aytib qo'yay, bu oy davomat uchun ustama olmaysan, bonuslar ham yo'q. Sen lapashang tez ishingga qayt. Ishlaging kelmayaptimi? Ishlaging kelmasa yo'qol. Ovozingni o'chir.